Samolyotlar halokatga uchraganda voqea sabablarini fosh qiluvchi qora quti haqida hamma eshitgan. Lekin xuddi shunday maxfiy quti mashinalarda ham yashiringanini bilarmidingiz? Hozirgi zamonaviy avtomobillarning xavfsizlik yostiqchasi boshqaruv bloki ichida EDR, ya'ni Event Data Recorder deb nomlanuvchi mitti chip o'rnatilgan. U tom ma'noda avtomobilning o'chmas xotirasi va sizning harakatingizni kuzatib turuvchi asosiy guvoh hisoblanadi. Tasavvur qiling, kutilmaganda avariya sodir bo'ldi. Aynan to'qnashuvgacha bo'lgan oxirgi 5 soniya vaqt ichida mashinada nimalar ro'y bergani EDR xotirasiga avtomatik ravishda oddiy odam o'chira olmaydigan qilib muhrlanadi. U juda muhim ma'lumotlarni millisoniya aniqlikda yozib oladi. Masalan, mashinaning haqiqiy tezligi qanday edi? Haydovchi tormozni bosdimi yoki adashib gazni ezib yubordimi? Dvigatel oboroti va gaz pedali necha foiz bosilgan holatda turgan edi? Rul o'sha soniyada qaysi tomonga necha gradusga burilgan? Eng asosiysi, xavfsizlik kamari taqilganmidi yoki faqat